Niholding ishga tayyor dehqon texnikasidan 50-60 dan yurib turgan hech qanaqa kamchiligi yo'g'idan akalar zo'r holatdagisidan sizlarga tavsiya qilib qolaman. Shunaqa texnika qidirib yurgan akalarimizga shu videomizni jo'natib qo'ysalaring manfaatli va foydali bo'ladi shu aka texnika qidirib yurgan akalarimizga. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumanidamiz. Ko'rib turibsiz traktorimizni sizlarga video davomida ko'rsatlaring va batafsil yurgizib, motor holatlari qanday ishlayapti, zatniy korobkalar qandayliklarini ham video davomida ko'rsatib boramiz. Olib borib ishlataverasiz. Shunaqa yerda turibdi. O'zi akamiz ham traktorchi dehqon akalarimizdan. Yillari 2008 deysizmi aka? 2008-yil. Dokumentlarda muammo yo'q-a? Yo'q. Dokumentlarda muammosi yo'q. Akalarimiz o'zi aytib o'tishyapti. Motor korobka zatniy ham yaxshi ekan. Videomizga bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lib qo'ysalaring. Niholding 50-60 texnikamiz sotilyapti. Pullarga keladigan bo'lsak, 110 million yo'l qo'yib beraman, Qobiljon. Sizlarning obunachilaringdan kelsa deb aytib o'tishyapti. 110 million bemalol kelib savdo qilib olishlaring mumkin. Manzillarni yana eslatma qilib qo'yaman. Namangan viloyati Mingbuloq tumanida texnikamiz ishga tayyor holatda turibdi. Bor ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ollari ishlar ekan, ollari tortadi, umuman rasxoti yo'q ekan. Ko'rib turibsizlar. Oldi balonlari, usti bitsalari. Motorlar ham yaxshi ekan. Bu texnikamizni yurgizib sizlarga ko'rsatib beramiz. Talak bosdi. Qizg'anmaysizlar, talak bosib ketasizlar. Akkumulyatorlarni ham yangi qo'yib qo'yishgan ekan. Shu texnikamiz. Hali buni yurgizib ham ko'rsatib o'tamiz. Ichki holatlari. Hamma yo'q ishlaydi aka. Umuman aybi yo'q. Shunaqami aka? Shunaqa. Orqa balonlarini qachon qo'ygansiz aka? 2 yil bo'ldi, lekin yaxshi holatda ekan. Begidayda bir 70% bor aka. 70%, 75 shunaqa. Texnikamiz orqa holatlari. Bular orqaga yurganda shunaqa. Dabi, masalan, biz obunachilarimiz har xil yerda-ki, ko'pchilik Samarqand, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryoda ko'rayotgan akalarimiz texnikani obzor qilayotganimda erinmasdan hamma yerni ko'rsatib tushuntirib boraman. Nimagaki uzoq yo'ldan kelayotgan akalarimiz shu texnikamizni ko'rib, aniq, tiniq va ko'rib kelsin deymanda, men shu hamma detallarini ilojini boricha ko'rsatib boraman. Zavodskiy mesela orqaga rol o'tganda uni shlenkalar qo'yib o'tib ketilgan. Xo'p. Hozir nima deyapsiz? Tushunmay qoldim. Orqaga rol qo'yilganda mashurgan tayinlangan. Bular. Bular orqaga ham rol olsa bo'laveradi shunda-ki. Mashurada qanday nimalari bor edi? Bo'ldi. Bu texnikamiz mashurgan, shu mashurganda shu orqaga rolab o'tib ketish uchun qo'yilgan. Aka, siz o'zingizdan eshitdik, yana eshitdimi? Kadr ortdasiz. Bu texnikamizni umuman rasxoti yo'q. Xudo xolasa borib, bunisi bo'laveradigan holatda turibdi. Yana bu texnikamizni hozirgi holatda yurgizib, sizlarga ko'rsatib beramiz. Motorda ovozlari qanday ishlayapti, motor qaysi holatda. Shularni ham sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Texnikamizni yurgizamiz unda. Aka, yurgizing. Ko'rib turibsizlar, texnikamiz yurdi. Endi shu yerda o'zida orqaga qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Oldiga, orqaga.
Texnikamizni motor qismlaridan ham eshitib turibsizlar. Juda ham zo'r holatda ishlayapti. O'zlaring eshityapsizlar, tabiiy holatda juda ham zo'r. Qo'ldagi orqasini ko'tarib bering. Orqalarini ham ko'rib turibsizlar. Orqalari ham juda zo'r holatda tez ko'tarib turishyapti. Tomondan ko'rsatadigan bo'lsak, motor holatlari mana. Bo'ldi aka, qo'yavering. Qo'yavering joyiga.